Assalomu alaykum ahli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun yana bir laboga chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Mana 13-dekabr. Hop, boshladik. Bu laboni mana ayollarga kontnepollab qo'yilgan. Bu narsalar qattiq tegadigan bo'lsa bukilmaydi. Peniplekslar ham, shumkalari ham qilingan. Xudo xolisi joy-joyida qilib. Yollari 1,5 sm ichkariga qaytgan. Mana ochganda qo'lni kesmaydigan, ilmaydigan holatda bo'ladi. Hop, yoniga alohida sondiqchalarimiz bor. Videolarimizda qo'yib boramiz. Tomosha qilib ko'raverasizlar. Ichiga listlari ham bor, rezinkalari ham bor. Bu akamiz rezinkasi bor ekan o'zi. Hop, bu akamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumanida etkaplar. Murojaat uchun mana ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soatlar ichida o'rnatib beramiz. Zakotovkalar bor. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Kuzatishda davom etib do'stlar, yaqinlarga ushbu videoni jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.